Ekrandagi qadrli ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Ko'rayotganlar Şinjan Sabah Madaniyat tarixi chekish shirkati ishlagan Şinjan Qaydu yemeklik soda chekish shirkati tajdorligini olgan Sabah kuyi programmasi. Men riyosatchi do'stlar Nazgul Tursunjon. Qadrli ko'rmanlar, har kuni bir yangi kuy diqqatingizda bo'layotidi. Yoqtirib anglayotganligingizga ishonaman. Bugungi sahnamizga mehmon bo'lsa, hammalarning tanishib bo'lgan bu kelishgan yigit, ya'ni 3-qaror İpek yo'li sadosi programmasining chempioni, Şinjan Naqshsul o'migining artisti Zulfiqar Mehmet qarshi olamiz. Rahmat. Qani, ekronni sizga beray. Yaxshimisizlar? Ekran oldidagi ko'rman do'stlar. Men Zulfiqar Mehmet'in hammalarga sig'inishli salom. Rahmat, qarshi olamiz. Zulfiqar, hozir qilmishi salomingizga ovozingiz bilan balkim ko'rmanlarga boshqacha bir xil ta'sir qoldirsiz deb o'ylayman. Nimishqa desangiz, hamda allardagi mushkil bir xil ovoz kam uchraydi. Bo'lib menda shu joyga nuqsini elib aytgan vaqtida Yevropa uslubidagi naqshlarni ko'proq o'rinlaydiganlarning ovozi mushtaq chiqadi deb o'ylayman men. To'g'rimi? To'g'ri. Odatda Yevropa uslubida naqsh o'qiganda ko'krak ovozni bek jiqroq ishlatishni tavsiya qilaman. Shunga sizmi odat gap qildimi, mushtaq gap qilamsiz? Ko'nab qoldik bizda. Masalan, uyingizga qilsangiz-chi, qanaqa qilasiz? Odatda mushtaq gap qilaman. Lekin men ingak miyadan bir xil ajrimaydi ekan. Men ishni o'rgansam bo'lak. Mundaq turib gap qilgansiz. Ovoz texim bir xil turoqliq chiqdi ekan. Az to'la foydasi bor. Ashtaqa. Undan bo'lsa bayatni deb o'tib ketganimizdek, Yevropa uslubida naqsh etish jihatdan maxsus tarbiyalanganligingizni bilaman. Shu jarayonlarni bir eslab baqaylik. 2005-yildan boshlab o'sha naqshni o'rganishga qadam boshladim. Bu oraliqda erlar o'ttira ovozni o'rgandim. Onun keyinidan Shanxayga bilim oshirish fursati keldi. U yerga borgandan keyin erlar yuqori ovoz bo'yicha bir yil milliy ovozda, ya'ni bir yil Yevropa ovozida tarbiyalandim. Qaytib kelgandan keyin o'sha hammasini to'liq bir yug'urib, o'sha o'zimizningki xizmatiga bo'lsin, o'zimizning o'rlagan naqshlarimiz bo'lsin, shuni hammasiga ishlatadigan, singdiradigan shu holatga kelyapti hozircha, yana davomli o'rganyapman. Shundoq. Bu jihatda sizga yo'l ichmayotgan ustozlarmi ko'p. Demak, ham shularning izini besib, ham o'zingiz xos bir xil uslub yaratib, andan hozirgidek sahnalarda putirab turyapsiz deb o'ylayman. To'g'ri. Unda bugun olib kelgan naqshingiz qanday naqshida? Bugun olib kelgan naqsham bir ko'rib deymizdiki naqsha. Bu bir ko'rib degan naqsha bir xil tunish bilinyapti. Qaysi naqsh ekan? Birlikda anglab baqandik. Qani, marhamat.
Gülzarının gülümü, gülşeninin üzümü, hüsnünüz güzel, Tanrı'nın nurumu. Hüsnünüz güzel, Tanrı'nın nurumu. Hey yar, gözünüz bullağın sıması. Hüsnünüz güzel, Tanrı'nın nurumu. Gülzarının gülümü, gülşeninin üzümü, hüsnünüz güzel, Tanrı'nın nurumu. Bir kırıp könlümde kaldınız, bürkülüp canımı aldınız. Hey yar, bir kırıp könlümde kaldınız, bir künüp canımı aldınız. Naz kereşme ilgili bir kara, tügüme sevdalar saldınız. Hey yar, kereşme ilkidi bir karab, tügüme sevdalar saldınız, tügüme sevdalar saldınız. Dehqonlarda bo'layotgani Şinjan Sabah Madaniyat Tarqitish chekish shirkati ishlagan Şinjan Qaydo Yemeklik So'zi chekish shirkati tajdorligini olgan Sabah kuyi programmasi yuqorida Zulfiqar ijrosidagi bir ko'rib nomli naqshini anglab o'tdik. Balkim nurg'un do'stlarimizga yoqdi deb o'ylayman. Undaqda Zulfiqar, yana yangi ijodiyatlar bizni saqlayotdi, shundaqmi? Şundaq biz bu tirişiyatımız, izleniyatımız yani biz üçün nayet yaxşı olğan sabah küyümüş programısı bizge nayet çoğun yaxşı səhəndən birini hazırlapdı. Bundan nayet bek minnettar olduq. Armağaysılar buniki təqam o köp olğan, cıq olğan yaxşı icadi köylərimizni yanımış səhnə arqalıq görülmələrimizge yetkizip duruşqa biz tirişimiz. Biz həmşinin tiləkdaş. Zulfiqar, Qaydo'nun tehdit qollarını İslam ayılda işletemsizlər? İşletimiz yağmışlarını, bazı şeylerden ki tehdit kollarını degen şeyler işletimiz. Endi şu Qaydo degen şu markani tunutgan bir mahsulot, şu Pamdur qiyamiga deb o'ylayman. To'g'ri, Qaydo'nun Pamdur qiyami, lazjanlari. To'g'ri. Demak, endi şu haqiqatan Qaydo degan markani hammalarga tunutgan bir ko'zir mahsuloti deb o'ylayman. Demak, endi şu Pamdur qiyamidan boshlangan bu qadamlar şu Pamdur qiyamidek xo'ng-xo'ngli bo'lib, qip-qizil bo'lib, uning yo'llari nayt ichilib, hozirgidek yaxshi natijalarni qo'lga keltirdi. Albatta, partiya hukumatimizning mana shundaq korxonchi, iglik tikliguvchilarga ichib bergan yaxshi yo'llari ham yaxshi siyosatlarining turtkisida har qaysi korxonachilar va iglik tikliguvchilar texim yaxshi natijalarni qo'lga keltiryapti. Shuningdek, biz davomli ilgarilayotgan shu Qaydo shirkatiga o'xshash ilg'or korxonchilarning ko'plab maydonga kelishiga tilakdoshlik bildiramiz. Ishlaringlar texmo o'ngishli bo'lsin. Zulfiqar, sizga ko'pdan ko'p rahmat. Undaqda yangi kuyingizlar yana bir sahnada namoyon bo'ling. Bo'lamdi? Rahmat, sizga rahmat. Rahmat. Ekranga qadrli ko'rmanlar, bu son programmamizni mishada oxirlashtirmoqchimiz. Şinjan Qaydo Yemeklik chekish shirkatining ishlariga utuqlar yor bo'lsin. Atik programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.